Selam dostlar, hemen hazırki vaqt xeyirli olsun. Videoga başlashdan burun yanılar eskertisini deb o'tib ketay. Bu videoda tushuntirganlarim, qilgan tahlil analizlarim hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim. Sizlarga elishqa, setishqa, tavsiya berish, fikr berish haqqi va huquqim yo'q. Hammalarning o'zining shaxsiy ko'z qarashi bo'yicha harakat qilishni tavsiya qilaman. Rahmat. Kiravatqanlar Bitcoin'ning kunlik grafiki hafta ichida vaqt chiqarmaganligim uchun video chiqarmadim do'stlar. Aslida video chiqarish planlarim bor sizlarga aytgandim, lekin sharoitlar yor bermadi. Kunduz ishlab kechqurun, kechlari aldirash, charchab degandek videoga vaqt chiqara olmadi, lekin Telegram kanalimizda qisqagina muhim bo'lgan ahvollarda men uchurlar yetkazib tahlil analizlarini do'stlarga o'rtoqlashib qildim. Xohlasangiz videoning ostida Telegram kanalimizning adresi var. Qo'shilishinglarni so'rayman. Shunday qilib hafta ichida men Telegramdan 3 bo'lonni qaragan, undan qaramay yana pastga qildi deb har xil tahlil analizlarni qo'shdik. Gerçi onu qo'shgan bo'lsak-mu, bu 3 bo'lonni nelarni buzib o'tdi, lekin yana biz aytgandek yoki mayaga tubiga bir kuchli bir yüzeş yoki tush bo'lmay qoldi. Bu nimaning ifodasi? Shu eyiq mavsumda ekanligimizdan, eyiq mavsumida shu to'xtamay formulalar, chizgan grafiklarimiz ishlamay qoldi ko'p vaqtda. Masalan, voy ko'tarilganda mandoq desak, tushib ketgan, voy ham tushdi, taxmin tushadigan bo'ldi desak, yine ko'tarilib ketgan degandek shunday odamlarni bunda bizar qildigan, aldaydigan, har xil qismoqlarni, tuzoqlarni qo'yadigan mezgillar shu ko'pincha eyiq mezgillarda bo'ldi ekan. Shuning uchun biz haqiqatan shu eyiq mezgillarda bo'lsak bo'ldi. Buni qanchalik cho'zilganligi hammaga nisbatan noma'lum edi. Lekin faqat biz bunda paraz qilaymiz, lekin qolgan parazlarimiz eyiq bo'lganligi uchun yana mag'lub bo'ldik. Ko'pincha analistlar yoki boshqalar bo'lsin. Shuning uchun oldingi kunlari mana bir harakat bo'lib qilishimki, bundan to'lqinsimon bo'lib hammadan voy ko'tarildik. Masalan, mayadagi vaqt sizdimda, yeshil vaqtda bunda mayada qattiq bir o'sash bo'ldi. Bu o'sash ko'rgan mayadagi vaqtlarda hammadan voy 3 bo'lonni busab o'tdi, ham shunday kuchli bir elishlar paydo bo'ldi. Endi biz o'sashga qarab mandoq deb o'ylab qolgan bo'lish mumkin. Ma'nashimiz mumkin degandek. Afsus, unda bo'lmay qoldi. Chunki bunda kuchli kelishdan bir nafaslarni elib, aldirmay bir paytaq chiqish ehtimolligi bo'ldi-da. Undan keyin biz yana o'sgandan keyin masalan mayadagi bir cho'qi, mayadan bir cho'qi bor. Shunday biz o'sashni haqiqatan o'stirib deb bilishimiz uchun mayada tushgandan keyin mayada bir cho'qidan biz paydo bo'ldi. Masalan, mayada bir cho'qi, keyin mayada bir tushgandan keyin bir cho'qidan bir paydo bo'ldi. Biz mayadagi vaqtda, masalan, tushgan vaqt deymizki, mayadagi eng yuqori bo'lgan bir cho'qidan birni mayada bir ikkinchi bir cho'qi ma'ni ustiga chiqqandan keyin bahojatni masalan ma'ni o'xshash, masalan, ma'ni bir cho'qi deyli, mayaga chiqqandan keyin unda tugabdi deb aytish ehtimolli %51 bo'ldi vaqtda. Bo'lmasa yana 151 ta'tir bo'lib qoldi. Shuning uchun biz hozir mayaga keldik, cho'qida mayadagi vaqtni deymiz. Mayadagi 59 ming ustida bir cho'qini ko'rgan vaqtdan keyin biz tushimiz 159 yuqorilab mashina 151 bo'libdi degandek bir parazani qilishgan oran bir nimamiz bo'ldi. Qo'limizda bir uchurlar yoki bir ma'lumotlar bo'lgan bo'ldi. Undan keyin mayaga bo'lmadi. Shunday yana davom qildik, endi qo'ysak bo'ldi. Davom qildi, ko'tarish boshladi. Bu ko'tarishni haqiqatan bizga nisbatan baho tushish to'xtadi, endi ko'tarilib ma'miz deb o'ylashimiz uchun qanday qilishimiz kerak? Oldin qatimqi macho'qi qayerdiki, cho'qi 43,42 metr ekan. Unda qo'sa, agar macho'qi ma'ni ustida 44,43 ustida bo'lgan bo'lsa, tush to'xtatdi degan 51%lik bir nimaga
o'ylag'uli bo'ladi deb faraz qiladi. Lekin afsusda bo'ldi-mi, bo'lmadi. Tushdi, keyin chiqishga boshladi shunaqa. O vaqt qanday o'ylaymiz? Ma'ni o'ylamaymiz. Birinchi, 5 o'ylaydigimiz ma'ni oldidagi cho'qqini. Ustida bir cho'qqini ko'rishimiz kerak. Buni bu yerga cho'qqancha kelib 40 ming. Ma'u 40 mingga metr 39 mingdan satishni boshladi. Yine ma cho'qqini ustida bir cho'qqini ko'ramiz. Shuning uchun nima deymiz? Tushish davom qildi. 150 ga bilan tushish davom qildi. Tushdi keyin o'xshash bo'ldi. Shuning uchun men buni ishdan bo'lib qolsa, men bir qattiq bir setish paydo bo'lish ehtimollik bor. Chunki bunda bir formulalar, bir nimalar bor ekan, analizlar. Men shu bo'yicha o'ylab, bunda tez chiqishning bir nimasi bo'lib qolmasa, yolg'ondan bir qisma qurgan chiqishlar bo'lib qolmasa deb shu do'stlar Telegramda bunda bir grafik chizib tush mumkin, mani ko'ksib qafaqga o'ydi bilaman pullarni bitcoin olgandek miyaga bir tushasa, mayda olgan biz yantaltimiz bir qimmat olgan bo'lib qoldi. Deb shuni men sizga bu sizlarimiz mendan eyiq mas'ul bo'lganligimiz uchun bizni yolg'onga chiqardi. Yani qilgan analizimizni to'g'ri emasligini isbotlab aytsak bo'ldi. Balki mayli endi misol bo'lishi mumkin. Lekin hozircha bu noma'lum. Shuning uchun men hozircha bu oq nimani o'chirib turayapman. Sizga oq nimani o'chirib turayapman. Undan keyin ma 3 pulon. Sizga 3 pulonni sirtig'ini chiqdi, astig'ini tushdi. Bu 3 pulonni o'tmay tushib qaytdi. Bu 3 pulon bizga bitan hozircha kerak yo'q. Buni qanday sizimiz kerak? Bunda sizda ham bo'ldi. Balki ozroq vaqtni uzatib biz sizni menga kelsak bo'ladi. Undan keyin bunanchi buni mayda ikki qatim tegib turdi. Buni mayda buncha uzatib mayda kelib ozroq bo'lsin bizga yo'lmashimizga bir yo'l ko'rsatkichi bo'lsin deyish uchun ozroq bo'lsin da kelib tursak bo'ldi buni hozircha. Hozir bayatdan 3 pulon bo'lsa-da, chorak 3 pulonni bilsa kerak. Falan 3 yilda bo'ldi bilan kerak ham nisbatan. Buni kerak hamda böyle lazım qilishimiz hozir grafikni bo'lmaydi endi qani ishlab turibdi hozircha bunday yo'li bor ekan endi buni qarasak biz mayani sizgan 3 pulon ichida chiqib tushib miya chiqqan setimda menga nima ehtimolli yo'qligini ko'ralaymiz. Shunaqa bayatda 3 pulon shunday bo'lganga ehtiborligimiz uchun ba'zan nimalar ishlamay qoldi deb tushundik. Buni nima qilib bo'lishi mumkin? Mayadagi cho'qqini ustida bir cho'qqini birini ko'rmasak, bu yandan davom qiladi deb o'ylaymiz. Bu cho'qqanchilikka 39 may hech bo'lmasa 40 ming degan yerda bir cho'qqini menda ustiga bahodan birini ko'rmasak, bu yandan davom qildi. Ondan keyin ko'pinchalarni qanday qilaylik, misha turami deb o'ylagan bo'lsam, men shuni o'yladim-da, bilgilmayapti-da hozir. Qachon kirishni bozorga, qachon chiqishni. Endi soat 4 bir qarab, yoki 15 minutlik o'ynaydiganlar bo'lsa, bu yaxshi fursatlar, lekin men o'xshash yoki mendek vaqtni bunday ko'p qarashga yer bermaydigan do'stlar qolsa, yana menga nisbatan shu 30 osti yana elish yoki bo'lmasa shundoq. Masalan, ma cho'qqilarni, masalan, sizga nimalarni ustida emas 4 soat turish, masalan, 42 ming ustida 4 soat, ikkinchi bir 4 soat yeshillab ustiga mang'andan keyin kirsakmi bo'ldi. Nima ish qilmoqda deysizlar, sana masalaga bir narsa ko'rsatib qo'y. Hozir biz 35 ming ekanmiz, shunaqa. Hozir men Bitcoin'ning Rainbow Price Chart degan ma'nosini nima qildim, topib oldim. Buningda nimani ko'rildi desanglar, qaranglar. 2017dagi eng cho'qi nuqta, mezgili, bahojat eng ustiga chiqqan vaqtda shunaqa menda bir
buqa yugurish bo'lgandi, buqa mezgili bo'lgandi. Buni qanday oldi? 20 mingga yaqin bo'lgandan keyin ayiqqa o'zgardi, shunaqa. Keyinchi kichik bir buqa yugurishi bo'ldi. 2019'larda. Ondan keyin yana bir ayiq mezgiliga kirdi, shunaqa. Hozir bizning turatgan yerimiz qayerda ekan? 34.900. Bu qaysi randa? Sarı randa. Men yaptı. Hodul yaptı. Hodul degani agar qo'lingizda Bitcoin bo'lsa, buni tutib turing, sotmang demoqchi maqsad. Nima ish qiladi deganda, bizdagi masalan mana o'xshasak, bizdagi yo'lning yerimida. Yo'lning yerimida. O'xshamdiki, bunda chiqqan tushdiq deganda yoki meni o'xshasak bo'ldi. Shuning uchun mana grafik bizga Bitcoin sotadigan vaqt emas bu demakchi. Hozir oldigan vaqt qayerdan desak, masalan, men yaptı steel chip yana arzon demakchi-da. Mana ostiga tushsa shu yerga keladi. 29 ming arzon vaqt ekan. Accumulate deganga haqiqatan bunda bir elish prosti keldi degandek deb tushunsak bo'ldi. Accumulate qilgan yo'q ekan 20,5 ming dollar vaqtlargacha, 29 ming 20,5 minggacha. Men oldingi kunlar sizga nima bo'tdi-ku mana mashina yaqin bir gaplar. 20 mingdan 30 minggacha bo'lgan oraliq uzun mezgillik 6 oygacha lozim bo'lmagan yoki 6 oydan keyin men natija ko'ray Bitcoin deydiganlar uchun uzun mezgil tutadiganlar uchun aldıgan rayonlarda men yeşil qantıqqa shu rayon bilan grafik bizga nisbatan yaqin bo'lgan bir tahlil analizlarni bizga ko'rsatib beradi. Unda bo'lsa bu bo'pti, bu yerdan oldiq deyli yoki hozir qilmishi borni olsak buniki qo'lda bor sotmal degan gap bizning hozir elish prosimiz bor degan gapdan bu yoki tushib qolsa tushganda olsak ham bo'ldi. Tushni bilmaymiz-da. Unda bo'lsa mishal oldiq deyli. Bu qayerga chiqishi mumkin? Maya qalsak 2013 undan keyin 2013 ning oxirlari shunaqa doim qizillarga kirib qizillardan keyin cho'ng bir ayiq mezgilni yasabdim. Shunaqa 2017 shu qizil rayonlarga kelgandan keyin haqiqatan yerda ko'p setishlar bo'lib asta-asta ayiq mezgili qaytdimiz bizcha. İşte qizilga berib boqmadi degan shunaqa qizilga berish uchun mayada bir nimalar bor. Men mesela mayran demek ki mesela kızıldan bir okumarım. Yani çıkınca o sell ediyor, seriously sell ediyor. Saat deyin gitmem düşünüyor o. Bak kızıl da şu. Yani maksimum bubble terrority. Yani ne bu kaya geldi. Bu kadar geldi yani. Hem de satmışsa hem de kaçan satırsa rengi hem de. Düşünüyor o. Hem de bu kadar düşünmeliysem miyada alsak bizim yıl ahırgıcı bir hareket bulduğu da oylasak her katım yıl ahırda bir işler boktuk ya yılın 5'i 2021 12. aya geldi 12. yılının 30. günü kaç yıldır 184 bin dolar öyle bakma Mayada aslında 180 bin dolar qancha hasillarda qancha qatlarda pullangan. Shuning uchun mayani saqlamay, shunaqa miya kelsa yaxshi, olsak bo'ldi. Mayada olsak men 180 bin dollarga chiqish bir kuchi borlik uchun bu bozordagi bu Bitcoinni mishami bizga nisbatan oldin qatimqi nimaga nisbatan ham %50 ma grafikteki ma 180 bin dolarlık nemaga nisbatan ham yani 170-180 bir arzon bahoda ekanligimizni ko'ngli bo'ldi. Shuning uchun agar haqiqatan shunaqa bir savr bor, shunaqa bir pulga ehtiyoj yo'q, aynan pullar borlar bo'lib qolsa, menimcha hozirdan boshlab azozdan oldingi yillarda mutanim kaplan hozir ham tikib etmay mayada azroq qilib, yeni tushgandan keyin miyalarda ilib, yeni miyalar kelib qolsa miyalarda ilib yoki bo'lmasa ma to'soqlarni haqiqatan bo'ldi tushish to'xtadi deb o'zimizga bir ishonchli bir uchurlarni olib bo'lgandan keyin kirsak bo'ldi. Shunaqa. Chunki 180 minglarga chiqish ehtimoli bor narsadan
üstüde to'xtalatimiz emasmi? Shuning uchun 41-42 ming bilan hozirgi 37 ming $5,000 farq mana shu keyin yepilib ketdi, yo'qotib ketdi deb o'ylayman. Shuning uchun xohlaganlar shundoq bir temkinlik bilan bir o'zinglarni planni bir tuzib olsanglar, taktikani shunga qarata o'ylashib boqsanglar bo'ldi demoqchi maqsadim. Undan keyin her qitim videoda ko'rdiğimiz Fear Grid Index oldingi videolarda meyalarda shunaqa 10-12lar turibdi. U vaqtda medimlar qo'lda bolalar mo'y sossam bo'ldi, o'chib ketadigan bo'ldi deyotgan vaqtda ham elish qilmoq haqlarni qo'lda tutayotgan vaqtda shunaqa hozir qarasanglar ozroq yumshabdi. Shunaqa sotilganlar ozayganlikni ifodasi ham elish qancha odamlar paydo bo'lganligini ifodasi bu istilka mislim. Onun başka yine bir yerde birimiz battı bizim. Yine bir istilka. Ne o? Qarsak yanılam setiş güçlükке künlükte 4 saatlik qaraylı 4 saatliktim yanılam setiş var 1 saatliktim setiş var. Bu bize nisbeten anca yaxşı olmagan bir nimelerni uçurlarını bireleydi. Belki bunu heptilikte köysek mi bunu çünkü biz uzun mezgillik alımız var yani heptilikte mi ne? Hemisi oturca. Yani belki sevir qilsak balki miyalarga tushib qolishi ham mumkin. Agar miyalarda elib eslib qolganlarga nisbatan miya tushsa, taxmin qo'rqib setishi mumkin. Ularni o'ylamsak bo'lmaydi, lekin endi bular miyada eslib qolganlar qolsanglar, ya'ni 64 mingni sevir qilsanglar, menimcha bayatdan ko'rsatganda 180 ming, aniq 100 mingdan ustiga chiqish ehtimolligi borligi uchun sevir qilib baqsanglar menimcha jantalmas qilmam mumkin. Bizcha mesela mening do'stlarim meni bildiganlar men o'sha yerdagi vaqtlarda sotqizatgandim. Chatoq chiqib qolmasa, ahvol qaraylaydi. Unikilar tushdi, chiqdi, yolg'on harakatlarni qildi, tushdi. Shuning uchun biz mushunaq vaqtlar saqlayotgandik. Bo'pqat 30 ming ostiga tushsam, cho'qim elishni boshlayman. Balkim maya qaranglar mesela bir qatim 30 ming kelib qoldi, ikkinchi bir qatim yiqilishib boqmadi 31 ming keldi. Unikilar meni elish boshlandi. Menimcha balkim bu ko'rsatkichni kamaskiga mumkin. Shunaqa mesela 34 ming bilan 30 ming orasidagi vaqtlar balkim bizga nisbatan bir elish 180 ming chiqishni bir elish bir vaqti bo'lishi mumkin. Buning uchun biz mening nima planim balkim 31 ming bilan 30 ming orasida bir ozroq yillik mayda degidek bo'g'dak bir azroq bo'lsin nima qilib qo'yish bir planim bor. Men taktikadan bir o'ylashyapman. Xohlasam sizlar shunaqa qilib baqsanglar, chunki men o'ylashak u ist olgan bo'lsam keyin deplik psixik jihat o'zimizni upuratishni o'rniga azroq bo'lsin $10, $100 degandek olib qo'yib degandek emasmi? Iqtisodiy o'zingni qarab, o'zingni shuni qarta tanishsang bo'ldi, qolsam men 10 ming olamiz degandek. Shuni azroq qilib qolsak yeni tushgan deylar ustiga minib haqiqatan minish isbotlangandan keyin kirsakmi, chunki 100 mingni oshdigan narsa oshpaqiliq ochko'zlik menimcha nimasi yo'q endi. Bu bozorda endi fursatlar tugamaydi. Xohlagan vaqtda yaxshi qilib, yaxshi bir analiz qilib, yaxshi bir 3 tane bir o'zimizga bir sababni qo'yib bir narsa olib sotib qila olsa, menimcha jon totish qiyin beradi. Undan başqa yine sizlarga ko'rsatib qo'yadigan qisqa mezgilliklarda o'zinglar yaxshiroq qaramasanglar bu ko'rinolmaymiz. Hamisi yolg'ondan harakatlar mesela soatlik qarayli. Mana chiqdi, tushdi, paslashyapti mana. Topsi chiqsa setishib, asosiy bo'yicha oldiga paydo bo'lib deganda. Shuning uchun qisqa mezgillik qo'yadiganlar fursatlar ko'p. Qancha mesela endi bo'lingur banni chiqib qo'ylar. Qancha bo'lingur banni yiqilishgan sira uzoq sarf qilsang ustiga chiqqan sosang degandek. Shunaqa miyada kelgan sosang bo'lmaydi shu. Yana xatar bo'ladi shu qanday bo'lmasin. Shu yaxshiroq grafik analiz qilib, tahlil qilib, plan qilamisanlar, qisqa mezgillikda jon tortish ehtimoli yuqori. Bundan başqa
Şu bayatni aytgandek şu biz yanlar iyik mezgilde bayatınqidek ahvollar bo'lmasa bizning tushishimiz yanlar davom qilgan bo'ldi. Shuning uchun shunga qarata o'zingizga plan va strategiya tuzishinglar menimcha eng yaxshi foydali taktikalar hozircha shu. Bundan boshqa qilmaymiz o'zingizga xohlagancha. Men shundaroq o'ylayman. Meni o'zimning shaxsiy ko'z qarashim. Dominansimiz qarayli. Dominans men xili videolarda to'xtalib o'tdim deymiz. Dominans masalan musha oldimizga bir haftadan mana ko'rdinglar. Bitcoin tushsin chiqsin, coinlarning hammasi bahajatdan tushib ketdi. Shunday Bitcoin chiqsa burun chiqib chiqadi, tushsa birga tushadi. Shunday lekin hozircha Bitcoin chiqsimi tushyapti, altcoinlar tushsimi yine qattiqmi ko'proq tushyapti. Buning sababi nima? Dominans. Nima dominans nimaligini qayta tushuntirmayman. Xalsam burungi videolarni ko'rib baxsan dominans to'g'ri tushuntirdim. Buning uchun dominans qancha 50 bilan 60 atrofida bo'lib qolsa, Bitcoinning bozordagi kuchi zo'r nima kuchli bo'lib ketadi. Altcoinlar Bitcoinga nisbatan pek kuchsiz bo'lib qoldi. Buning uchun altcoinlar ya mana o'xshash 40 narsaga tushganda prosentlar yo'li ya ko'msa 60 dan üstü. Mesela ma yeşiller mesela 65'den 70'lere ağırlık kelgan vaqtda Bitcoin'ning yeni bozordagi kuchi 70%lik kuchi bo'lgan uchun boshqa coinlar qanday bo'ldi? Hozir ko'rayotgan 10 dollarlik 1 dollarlik coinlar sinib to'p ketdi. U vaqt qanday qilsak, oldiga vaqt keldi deganlar. Shuning uchun hozircha altcoinlarni ko'zanlarni ko'rdinglar. Ethereum bo'lsin, Binance Coin bo'lsin, mesela Solar bo'lsin, Cake bo'lsin, hammasi shu. Chiqim yo'q, harakat yo'q, hammasi qimmat yo'qotadi faqatla. Shuning uchun hozircha altcoinlar to'g'riliq to'xtalishni hojati yo'q. Altcoinlarni qaysi altcoinlar oladinglar? Juda Bitcoin 30-40 mingga unda pulimizni olsak millionga yig'manchidan ketgan degan do'stlarimiz bor. Agar ya mana aslo tushsa dominansiya ko'masa maylar kelib qolsa, Bitcoinning dominansiya olishdan ustiga kelgan asta uni qarab oldigan coinlar masalan qizil qilib qo'yganlar, masalan Ethereum. Ethereum vaqt qayerga kelishi mumkin desanglar, men sizib qo'ydim. Mana cho'ng xarita qaraymiz vaqtda. Biz oldiga yerimiz 1000. Qancha mingga yaqinlashgan sari Ethereumda uzun mezgillik gelish asta yani. Bitcoin qanday olgan bo'lsa, ketlar hamma nima emas Ethereum uchun. $10 dedi. $10 yaqinlashganda azroq, $10 tushgan azroq sinab baqsa bo'ldi demakchi. Binance'mi shu dominans vaqti kelganda sizlarga shu nima to'g'riliq altcoinlarni to'g'riliq vaqti video qilmay, lekin men eng yoqtirgan coinlarim bu coinlarning orqasidagi shirkatlar bo'lsin yoki shu coinlarning shu texnika uchun qilmoqchi bo'lgan ishlari bo'lsin, projelar bo'lsin, men nisbatan yaxshi deb ko'z qarashda bo'lgan coinlarni Ethereum, Binance, Solana, Cake, FTT, AVAX degan coinlar. Bunlar aslında bayağı yaxshi coinlar, lekin men bekroq yoqtirgan coinlar ma'lum. Masalan, Bitcoin Cash, Uniswap, DOT, Link deganday. Agar haqiqatan bekroq kichik coinlar olgan bor desanglar, Kava, FLM, Flamingo masalan, Hot Cheese deganday. Bu coinlarni yil oxirigacha menimcha eng oz 3-4 qatlab minish ehtimolli yuqori bo'lgan coinlar, kichik coinlar. Lekin shit coin yo'qolib ketishi mumkin. Bu coinlar shuning uchun men coinlar ishlayman. Ma'noga bak uzun saqlab qilishimiz mumkin. Pulimizni qaytarish uchun ma'noga menimcha bo'ladi, buni saqlash ehtimolligimiz yuqori. Shuning uchun ma'noni baklab ularga yoqtirmang. Qalaynalar shu sizlarga qarab baqsanglar bo'ldi bu coinlar haqida nima qilmoqchi ekan degandek nimalarni. Proje to'g'riliq uchurlarni. Shu videoda deydiganlarim shu do'stlar.
Ondan başqa aldığımız gapdi bu haftanın başlarında bir devlet El Salvador'ma şunaq bir devletden birisi özünün devletide Bitcoin'ni haqiqatan pul süpürde qulluqalıqını etdi. Bugün böyle bereşik sani aldı da Nijerya deymi şu devletme hem şunlaraq bir kararını bir nimeden birine başlatqanda bir haberler bulawatydy. Bu haberler şeylerde şu Bitcoin'nin baha cihettin üstüge türkü oluşu mümkün. Çünkü bu devletlerde qabul qilgan gap ihtiyacı bar degan gap de ular asa 21 milyon banasi qancha ko'p chiqqan sari bozordagi soni azaygan sari dig'imi qit'aligi nimasi qiymati yuqorilib uchun baho jihatdan balkim ta'sir ko'rsatib qilishi ham mumkin. Lekin ular oldim olmadim o aniq emasda. Shunga uni vaqt kelganda ko'ramiz. Yani biz hozircha baytin degandek baytin planimiz bo'yicha eng az mayadagi cho'qini üstüde bir cho'qa ko'rishimiz kerak. Yani 40 ming üstüde bir cho'qa, undan 42 ming, 43 ming, undan 50 ming degandek asosda uni bizim baldaq pastaq chiqadigan. Buning uchun do'stlar, hammamiz bir yaxshiroq strategiya bilan, yaxshi bo'lgan psixika bilan qarasak, menimcha bu bozorda fursatlar tugamaydi. Aldirib ketmayman shuning uchun men qo'limdan kelishicha analiz tahlil qilishga tirishimni bir yanda o'rganyapman, o'rganganimni sizlarga o'rtoqlashyapman. Shuning uchun boshqa do'stlarning bo'lsa vaqtinglar bo'lsa sizlarni grafik o'qishni, analiz qilishni o'rganib qo'ysanglar sizlarga o'zingizga foydali. Bo'pti, videoni uzrab ketdi do'stlar. Yoqtirgan bo'lsanglar do'stlaringizga, tanish-bilishlarga tavsiya qilib qo'ysanglar, o'rtoqlashib qo'ysanglar mayli. Teklif fikirlarni bo'lib qolsa yozib qo'yasizlar. Telegram kanalimiz bor hozircha, boshqa ishlarga, boshqa ijtimoiy aloqalarda vaqtim yetmadi. Vaqtim yetganda ular orqali men sizlarga kunlik, soatlik bo'lgan ahvollar ustida tahlil analizini grafik rasm shakllarida sizlarga o'rtoqlashishim. Telegramga qo'shilsanglar, Telegramda hozircha shunaqa qilib turibman. Vaqtim chiqsa video qilganligim uchun. Bo'pti do'stlar, menlarni omad yor bo'lsin, kurashchi men bilan xayr xo'sh.